Mana bu ustozim Mustador. Yana soyalangan bog' degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina Munawvaraga hijrat qilib kelganlarida ansorlar mana shu joyga chiqib Rasulullohni kutib olishgan. Har kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xabarlari, ya'ni hijrat qilgan xabarlari yetib kelganida shu joyga chiqib abedgacha kutishardi. Ya'ni kun qizib ketgungacha. Kun qizib ketgandan keyin bo'ldi, Rasululloh kelmadilar, kunduzida qizib ketgan paytda yurmaydilar deyishardi-da, qaytib ketishardi. Shu kunlardan bir kuni 3-kunida qaytib ketishayotganida tepada turgan ana daraxtda, xurmo daraxti tepasida turgan Yahudi, Bani Qoyla, sizlar kutgan insonlar kelyapti deb ikkita sharpa ko'ringan, ikkita oq sharpa, ba'zi rivoyat 3 ta. Va mana shu joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kutib olishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tiradilar, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sahobalar bilan suhbatlashdilar, ya'ni ansorlar bilan suhbatlashardilar. Ba'zi ansorlar o'yladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr deb o'yladishdi. Shuni Rasululloh Abu Bakr Siddiq his qildilar, bildilar, ziyrak bo'lganlar. Darrov kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni quyoshdan to'sib ham o'tirgan inson Rasululloh ekanlarini bildirdilar. Ya'ni ridolari bilan Rasulullohni quyoshdan to'sdilar. Va Rasululloh, ya'ni Allohning payg'ambari o'tirgan inson ekanliklarini bildirdilar. Ansorlar ham keyin Rasululloh tomonga yuzlanib borib, u kishiga hadiyalar tortiq qilishdi. Mana shu o'tirganlarida xurmoni bir shingilini sovg'a qilib, hadiya qilib berishdi. Uni shingilini arab tilida ayziq deyiladi, ayziq. Ya'ni xurmoni meva beradigan shingil tomonini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan yedilar va baraka tilab nima qildilar? Duo qildilar, baraka tilab duo qildilar. Va shuning uchun ham mana bu quduqni Be'rul Ayziq, eziq qudug'i, ya'ni shingil qudug'i desak bo'laveradi o'zbekchada, shunday deb nomlandi. Mana shu hozirgadir bu quduq islomdan oldin xizmat qilib kelayotgan bo'lsa, suvdan ichib kelayotgan bo'lsa, hozirgadir shu o'sha davrdan beri Rasulullohning duolarining barakatidan bu quduq chiqib, mana pastdan chiqadi. Mana bu joyga chiqarib qo'yilgan. Musulmonlar, ziyoratchilar iste'mol qilib, Madina ahli iste'mol qilib kelishyapti. Mana shu joy, mana shu bog' Sa'd ibn Haysama Badrda shahid qilingan ansor sahobalar Bani Salama Aws qabilasidan Sa'd ibn Haysamani nimalari, quduqlari edi. Assalomu alaykum.